500 ming kopeyka pul-ku. Bir oyda kommunal to'lovi uchun necha pul sarflaysiz? 1 millionga yaqin sarflayman. Отопление ko'proq to'laymiz biz. 530. 530. To'lamayman deb bilmayman o'shaning uchun. А что, так можно было, что ли? Gazga 30 mingmi to'layman bir oyda. Aldaysan Sardor. Svetga bir oyda примерно 20 ming to'layman. Sardor nimaga oldayapsan? Olganimni. Suvga 100 ming atrofida to'layman. Shuni oxirigacha yopsangiz, bu oila byudjetimizga foyda. Ana qancha ketishini bilmayman. Lekin ancha ketib qolsa kerak, anchagina. Bu endi sani. 1 milliondan oshadi. Biz domo ilovasidamiz. Domoni o'zida bitta panel o'zida elektr energiya, gaz, svet, necha pul, limitgacha ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi mana. Misol mana Qulaylik tomoni limitgacha ko'rsa. mana ko'p ketyaptimi, kam ketyaptimi, ana limit ko'rinib turadi. Kam qolyapti, kam qolyapti, kam qolyapti. O'tkazib oladi. Siz ham Domo ilovasi orqali kommunal sarf xarajatlaringizni aniq raqamlarda, oylik, hattoki kunlik nazorat qilsangiz bo'ladi. Aytingchi, siz kommunal to'lov uchun bir oyda necha pul sarf qilasiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.